aşı oxşapda. Yemeydigan balanglarga ta'tilda matematikni cho'qim qilib beringlar. Haqiqatan yeyishlik bo'ldi ekan, tunji qatam liyos qila oladi ekanmiz. Yaxshi mislar aytsanglar, men Zubayr bilan Zuliyarning opasi. Bu tamakni Zubayr bilan Zuliyarlam emas, dadasini maqtab turib yeb ketdi. Endi buning etish usuliga ketdik. Avval men ish uchun un tayyorlab oldim. Uyda boshqa bolalarım bor, shunga uni jiqroq ishlatib, anda buningga azroq tuz, azroq pagi silib etdim. Yana azroq moy quyib, ilman suvda xamirni yugurib ishlab oldim. Xamir musharat kelgandan keyin buni maylab ustiga silyo yupib birdim, buldirishga qo'yib qo'ydim. Xamirni 1 soat atrofida buldirib oldik ekanmiz. Buldirib etmaydi ekanmiz, faqat 1 soat mushta qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan. Endi bunun ketarlik materiallardan men masaylan tayyorladim. Tadqiqotchilarning deyishicha, bunday seqilmaydi ekan, lekin men ilqi ko'k laza, qizil laza degan narsalarni o'zim yemayman. Bolalarim yemaydi, shundan saqlanib hamda o'zim bilib lisay tayyorladim-da. Buning ustiga seni ko'rish jarayonida salgan tetit qo'yib ekan, go'rning yoki lazidan degan asta tetit qo'llan salgan ekan. Men endi amal bolalarimga tetit qo'samay tomoq etib bersam deyman. Tetit qo'silgan tomoqlarni bolalarim ancha yoqtirib ketmaydi. Zaten tetit qo'samasak bo'lmaydigan tomoqlarga sanmasak bo'lmaydi, lekin amal bo'lsa samay etib bersam deyman. Sirtdan yegan tomoq bilan uyda etib yegan tomoqning farqi bo'lishi kerak-da. Sizning bolalarim asta ochiq qo'ymas yig'il unmatam da, tomoq yig'ilmay xop qilvatam da. Bolaning jinig'im uval, o'zingning jinig'im uval. Unda qilmay ash bolalarni bir privetinglar, Zubayr bilan Zuliyarga qo'shib tomoq yeydigan qilib bir berib olay. O'zimizning kelsak to'qnon mayli go'shtni mushtoq to'chas qilib to'g'rib oldim. Amaldagi managa yang yo'na mushtoq to'chas qilib to'g'rib oldim. Bu to'qnon mayli go'shtni asta to'g'rab, amaldagi mushtoq yo'da tamlantirib oldik emas, men unda qanday va tomoqni ijod qilgan tadqiqotchilar tomoqning tartibini buzib yetibsa deb jidal qilishmoqaylar. Endi qanday niyat bo'lsak shunda etib yemay bo'lmaydi. Sirlik bo'lsin deb sho'xlimni to'g'rib oldim, piyozni mushtoq to'g'rab tayyor qilib oldim. Andan may qizdigandan keyin bayam to'g'rab tayyor qilib olgan to'g'ri go'shtini soldim. To'g'ri go'shtini ish qilib xeyli uzoq qo'rdim, shundadimi ravus qo'rganmabdiman da. To'g'ri go'shtini ravus qo'rib olgan keyin azroq tuz silib etib, yang yo'ni silib qo'rib oldim. Bunga yana azroq ochiq suv quyib etdim. Andan sho'xli qiyamini, bayam chanab tayyor qilib olgan sho'xlini silib, xeyli uzoq qo'rgandan keyin 2 minut qaynatib ilib olgan chechak bilan mo'goni silib kayindalar yubasini silib qo'rib oldim. Qo'riblar azroq suv quyib etdim. Andan tuz ta'min etib oldim. Og'a yana shippa tatib olmabdiman. Buning senida yaqib bo'yicha xamirni bo'lib tayyorlab turibdi. Mushtaq uzib tayyor qilib olgandan keyin yumaloqlab, shu filmda ko'rsatilgandek mushtaq besib oldim. Andan keyin shugan vaqtda ichining asallam ajralish uchun azroq moy surkib etgandan keyin man tutayotgandek holatga ekrib mushtaq tayyor qilib oldim. Buni maydan o'tkazib olamiz. Qozoniga oz miqdorda moy quyib, andan bayam tayyor qilib olgan xamirni mush holatda silib qizartib oldim. Haras muhim gapni qila olayatsizlar. Amaldorlar ballab buvoqla masalalar uchun sifatli unumli import oziqlar azam deydiganlar ayrim qanday uchunlar qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Mush holatda qizartib tayyor qilib, andan keyin buni jumbal qozonda 20 minut dumlab oldim. Andan buniki mush besh tarafni kesib mushtaq holatda ichib oldim. Buning orasiga bayam tayyor qilib olgan sayni qatlab etdim. Tomoqda etib baqqanlar ismini bildiganlar inkaslarni yozib qo'yinglar. Hozircha etib baqqanim deydiganlar yetim yo'lab qo'yib, bularga cho'qim bir etib qo'yinglar. Haqiqatan o'xshaydi ekan. Tadqiqotchilarning degani bo'yicha qilmay, balkim ta'mini o'zgartirib etgan bo'lishi mumkin, lekin mush etishni haqiqatan bek yeyishib bo'pti. Bu tomoqni etishga xil uzoq vaqtim ketganda, mana sizlar yo'llash uchun xil uzoq vaqtim ketdi deyman. Shundadimi? Ma'qul emsarsanglar, yo'llash mendan qo'llashlardan qo'llashlar qoldi.